ana cho'q olaman deydi. Tuxum qo'yib qo'yibdi g'oz. Allohu akbar deydi. Kitayskiy bedana chiqdi bozorga. Toshkent qush bozoriga kelganmiz, ajoyib tasvirlarni yoritishga. Videoni oxirigacha kuzatib turing. Mana bozorga kirib kelishimiz bilan bizni mana ajoyib mushuklar kutib oladi. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bu mushuklar? 300 frankling. Qanaqa ishlar? Yaxshi. Juda boshqachasi-yu, ha? Britanskiy shinshil, ha? Necha oylik bu? 1,5 oy. 1,5 oy. Xo'p, raqam qoldirib qo'yaylik. 99lik. 3 tane. 1770. Mana, murojaat qilaverasizlar. Bu o'g'il bolami, qiz bolami? Bunisi o'g'il bola, bunisi qiz bola. Ikkita bor yo'g'i. Ishqibozlarga kelishtirib berasizlarmi? Kelishtirib beramiz. Mana, kelishtirib berishadi. Murojaat qilinglar. Kamdan kam chiqadi bunaqasi. Ko'zini qani, ko'kini. Gap yo'q. Raqam qoldirib qo'ydik. Mana. Instagramga qo'yib berasiz. Ha, qo'yamiz. Ketdi. Ko'rib turibsiz, mana o'zgacha bir ajoyib bozorga keldik. Qush bozoriga bugun kuzatib turinglar, qushlarni video tasvirini olamiz. Keling bu yoqqa. Mana ko'rib turibsizlar, gapiradigan mayna bozorga chiqqan. Ajoyib. Kimdan bu mayna? Maynani egasi yo'q ekan. Ko'ravering. Mana ajoyib qushlarni biz manziliga keldik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasdan, mana shuni qo'yib qo'ying. Qalasizlar. Xo'p, bizdan qush ishqibozlari xiyollardan charchadik. Akrom dodadan charchadik. Bizga qushlarni ham video tasvirini olgin deb aytishdi. Bo'ladi. Keling, Mana keldik. Ko'rsating bizga bir boshidan tushuntirib. Keling, boshidan sizga tushuntiramiz. Mana papugaylarimiz ikki xil turdagi. Aha. Babichkalar bor. Ko'rsating. Babichkalar mana mana orqasida parta bor, bu babichka deyiladi. Aha. O'zimizning obunachi klientlarga arzon qilib kelishtirib beramiz. Atak o'zi sotilayotgan narxi 600 ming bo'lsa 500 mingdan qilib beramiz. 500 mingdan? 500 ming. Albinoslarni 400 ming sotyapmiz, 300 mingdan qilib beramiz. Ana bo'lmasa. Parini qilib beramiz. O'zimizning obunachilarga. Mana bular Radushni degan sorti 400 ming sotyapmiz parini, buni ham 300 mingdan qilib beramiz. Maladoylar 180 mingdan. Zrostlilar 250 mingdan parasi. Ana. Novozelandskiy degan qushlarimiz bor mana. Novozelandiya. O'rislar buni kakaraki deydi. Parini 700 sotyapmiz, 600 dan qilib beramiz parini. Ana. Merazushkalarning har xili bor mana. Merazushkalarning har xili bor. 600 ming, 700 ming sotilyapti. 500 ming so'mdan o'zimiz obunachilarga qilib beramiz. Parasini. Bular ham xuddi shunaqa. Koreyalar bor, oq dubaylar bor, oppoq dubaylar, Pokistonlar bor, oddiy koreyalar bor. Oddiy koreyalarni parasini 600 dolar bizni 500 dan qilib beramiz. Parini. Oqlarini 1 milliondan qilib beramiz. Razelalarimiz bor mana. Razelalarimiz. Bularni uy sharoitida ko'paytirsa bo'ladimi? Zo'r ko'payadi. 1 yilda 3 marta, 4 marta ko'payadi bular. Ana. 1 yilda 3 marta, 4 marta ko'payadi. Murakkabligi Yo'q, yo'qmi? yo'q. Bir mahal suvini beradi, bir mahal ovqatini beradi. O'zi vaqtida vitamini. Bu vitamini ham tuxum oddiy tovuq tuxumini suvda qaynatib beriladi. Maxsus ini bo'lishi kerak. O'zini dublankasi bo'ladi, dublankasi qo'yiladi. O'sha dublankaga kirib tuxum qo'yadi. Ana, ajoyib tavsiyalarni berib ketyaptilar. Solnishli aratika degan qushimiz bor. Rangi chiroyli ekan. Rangi chiroyli qush, ha. Bu necha? 600 dollar biz 500 dollar qilib beramiz o'zimiz obunachilarga. Ana, 500 frank. Begaraga 600 dollar. Xarid qilishingiz mumkin. Bo'lachi mana bilan. Buni ko'rsatdingmi? Bu Razel, boyga Razellarni ko'rsat. Mana bunaqa kitayskiy bedanalarimiz bor mana. Tailandlik bedanalar bor. Ana kitayskiy bedana chiqdi bozorga. Tailandlik bedanasi bu. Ya'ni ko'rsating uchib ketmaydimi? Uchadi. Mana. Bu mana kitayskiy bedana bo'lar ekan. Sayraydimi? Ha. Sayroq qanaqa buni? Turlab sayraydi. O'zimizga o'xshamaydi. Yo'q. Unaqa chiroyli emas. Bahosini nechi pul? Parini 300 ming qilib beraman o'zimiz obunachilarga. Yog'oyoq qush deyiladi, regarasi sayroq qush, zo'r qush mana bu ham. Balergarasi olishadi. Kimchiska deyshadi. Amadinkalarning har xili bor mana. Qizil tomoq degani bor, gulda degani bor. Avstraliyada bor, Tigrovi degani bor. Keyin mana bu yerda mana Mazami deganlari keldi mana, yengilari.
Begaraga 30-35 dollar sotdik 25 dollardan qilib beraman donasini. Gap. Bu yerda mana zakola bor. Hamda mana zakola bor. 4 oylik bolalari. Jaku gapiradimi? Endi gapirishga boshladi bular. Gapirishga boshladi. 4 oylik bola. Buni 1000 dollar, 1100 dollar sotdik o'zimiz obunachilik 900 dollardan qilib beramiz. 900 dollar. Donasini. Rangli anjirelarim bor, galaboy, fioletoviy, oq boshlilarim bor, oddiy yashillarim bor. 250 dollardan parasi, 600 dollardan parasi, har xil. Kalita degani bor mana, yengillik keldi, yengil kalita degani. Papugaylar ichida. 1000 dollar sotdik 800 dollar qilib beraman. Risuva amadinkalarimiz bor mana. Riskka deydi. Buni ham sayrog'irasi chiroyli. O'rgatsa bulbullarga o'xshab sayraydi ham. Hurmatli operator. Amada keldi. Ana ukamizni qo'lida turibdi. Bu qanaqasi ukam? Aleksandriyskiy ruchnoy gaplari ko'pmi-a? Allohu akbar deydi, privet deydi. Yorug'radi gapirishi unaqasi kam. Allohu akbar deydimi? Allohu akbar deydi, gapiradi. Ana. Bu ham o'zimizni qushda. Bahosini ish qo'y. Buni 800 dollar davomida kelishtirib qilib beramiz. O'zimizni jiyan. Ko'rishinglar mumkin. Keling. Ukamiz qo'liga ajoyib unishib olgan. Qani yana bormi, davomi bormi? Ana. Yengilliklarda mana yana keldi mana. Oq boshliklari keldi. Sarulari keldi, tozalari mana. Do'da xo'jasi mana mashina bo'ladi. Zo'rlari. Kelaversanglar va o'zimiz obunachilarga cho'tka qilib beramiz. Telefon raqamimiz 990lik 960 0014. Murojaat qilaverasizlar bemalol. Okam orqali kelsanglar, undan ham yana arzon qilib beraman. Mana shu okam orqali kelsanglar. Obuna bo'lib, video tashlab, like bosib, sirda eshitganlarni bomba tashlaylar. Rahmat aka. Bizning qadrdonlar 96% obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ekansizlar. Obuna bo'lib qo'yishlikni tavsiya qilaman. Mana kaptar ishqibozlari uchun. Assalomu alaykum. Mana. Buni bahosi nechi pul? 50 mingdan ekan. Bu yovvoyi kaptari. Mana ba'zi birlar ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketishim kerak. Mana shunaqa kaptarlarni iste'mol qilishar ekan, muntazam. Buni ko'p yeb bo'lmasligini bilarmidingiz? Bu kaptarni ko'p yesangiz qorason bo'lar ekansiz. Qorason kasalini bilasizlar? Mana. Sababi bu kuchli bo'lar ekan. O'zimizni oddiy kaptarlarga nisbatan bu kuchliroq ekan. Mutaxassislar aytishdi. Bu kaptarni ko'p iste'mol qilgan inson qorason kasali bilan kasallanadi deb. Mana. Ko'p yeyishni tavsiya qilmaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizlar? Mana ajoyib g'ozmi bu? G'ozlar mana bozorga chiqqan. Bahosi nechi pul? 12 kunlik ekan. Bahosi nechi pul? 80 ming so'm. Mana g'oz so'raganlar uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mana. Namanganlik qadrdon akamiz. Voy. Bu akamda arzonlari bo'ladi doim. Sifatlilari. Tugaganda kelganingni qarani, ancha. Tugab qoldimi? Siramalar bo'ladi mana. O'xti. Mana bu xo'rozni oling, juda bu noyobi-ku. Qanaqasi bu? Sirama degani shuda. Bu Siramami? Ha, sirama. Ana. Buni bahosi nechi pul? 150 dollar pari. 150 franklin ekan, pari. Mana buni sizchi, bu ham sizdanmi? Shabo. Nechi pul bu? Bu Shabo 150 mingdan, sal jasadi kattaroq. Sal tushmaganrog'i bu. Tushmaganroq, ha. Akam to'g'risini aytib sotadilar. Insofi bor, barakasi bo'lsin deyishadi-yu. Akam insofli savdogarlardan. Ertalab to'g'risiga keldi, ancha narsa 180 ta narsa keldim, tugatdi. Tugatdingizmi? Aka siz raqam aytib keting, murojaat qiladiganlar bo'ladi-da. 97lik Aha. 217 41 40. Mana ishonchli tovuq, xoroslar kerak bo'lsa, akam birinchi qo'lda vodiydan olib keladilar. Namangandan. Namangandan vodiy. Ha, Namangan. Murojaat qilaverasizlar akamni. Mana ajoyib turibdi. Assalomu alaykum. Mana bu noyobi nechi pul aka, noyobi? Noyobi nechi pul? Noyobi 200 ming so'm. Qanaqa paroda u? Gamburg ekan mana. Ko'rishinglar mumkin. Avstralop jo'jalari ha bu.
Mana jo'ja boqaman degan insonlar uchun Avstralop jo'jalari bahosi nechi pul aka? 45 ming so'm. 45 ming so'm ekan. Ana. Assalomu alaykum. Murojaat qilaverasizlar. Akam raqamini ham olib qo'ydingizmi? Avstralopni. Ana. So'rashadi-da bizdan. Davom etamiz. Xo'roz ishqibozlari uchun xo'rozlarni video tasvirini ham olgin deb aytishardi. Mana. Sisarkani sayrog'i. Keling. Mana xo'rozni zo'rlarini mana shu dodam olib chiqadilar. Assalomu alaykum doda. Yaxshimisiz? Maqtanadigani bormi? Toza Koreya, ha? Ana mana shu jo'ja. cho'tga qo'yib oling. Xo'p. Toza Koreya 6 oylik jo'ja deydilar dodam. Mana Urushganmi bu? urushgan bu, Yutgan. yutgan, Ana. Qochmagan. qochmagan. Bahosini ayting. Bahosi 600 ming bu. 600 ming bo'ladigani. Boqaman degan insonlar uchun 500 ga beraman. Ana. Raqam aytib qo'yasizmi? 93lik. Aha. 509 65 17. Ana murojaat qilaverasizlar. Dodamda yaxshilari, qochmaganlari bo'ladi doim. Yana bormi yaxshilari? Bor, u yerda bir 28 tasi turibdi. Murojaat qilaverasizlar. Raqam qo'ng'iroq qilib, raqamlariga, uylariga boraverasizlar. Dodamda zo'rlari bor. Mana bularni ham rasmga olib qo'yib. Mana. Bu qanaqasi? Boyloq ekan-ku. Boylab qo'yibsan. Bu nech pul? 700 ming. Bu 700 ming ekan. Bu ham qochmagan. Qochmagan, Liboyga urushtiramiz. Ana. Ko'rib oladi, olib ketaveradi. Urushtirib beramiz, olib ketaveradi. Dodamda urushadiganlari bor. Murojaat qilaverasizlar. Aka yaxshimisiz? Sog'laring yaxshimi? Tinchmisan? Bu akam turg'unli yillardan birga futbol o'ynab katta bo'lgan akamiz. Qaratar talashib, защита. Albatta. Sizda nimalar bor aka? Zo'rlari bizda bor. Zo'rlari bormi? Agorodga kelasa, kuchugi ham bor, mushugi ham bor, kaptar ham bor, xorozlarni zo'ri ham bor. Raqamingizni aytib keting, men qo'ng'iroq qilaman. 97lik, 138 02 70. Bo'ldi. Agarda sizga zo'r xorozlar kerak bo'lsa, yaxshi itlar kerak bo'lsa, mana akamga murojaat It qiling. yo'q-u. It yo'q. It xorozlarni qorovullaydi, bizlarni qorovullasa, Bo'ldi. qolgani kerak. Aka, men sizga qo'ng'iroq qilaman. Xudo xohlasa. Video tasvirimizni uzolmaymiz-da. Shuning uchun jarayondamiz. Agorodga olib kelasa, ko'rsatamiz. Bo'ldi. Borishdan oldin qo'ng'iroq qilaman aka. Mana parranda sevar akamiz oldilariga kelganmiz. O'rdik g'ozlar u akamizda arzon narxda. Buni bahosi nechi pul? Buni o'zi hozir kunga 120 ming sotyapmiz, obunachilarimizga 100 mingdan qilib beramiz buni. 100 ming so'm, raqam aytib keting aka. 97lik 738 88 00. Murojaat qilaverasiz. Bemalol mana bexijolat. Bular nima? Bu o'rdak bitta narsa. Mana bunisi g'ozlarimiz. Ha. G'ozlarimizni hozir kunga 350 ming sotyapmiz, 300 mingdan qilib beramiz. Sisarka ham sizdanmi? Sisarka ham bizadan. Nechi pul u? Sisarkalarimiz 200 ming so'm so'rab sotyapmiz, 180 mingdan qilib beramiz. Buni go'shti shirin bo'ladi. Go'sht juda zo'r bo'ladi. Ana. Immunitetga boshqaga yechevni. G'ozlarimiz tuxum kirgani, tuxumlarigacha turibdi. G'ozimizga qarang, mana jarayon tuxum qo'yib qo'yibdi g'oz. Ajoyib tasvir. G'oz boqaman degan obunachilarimiz. Xudo xolasa, so'rayverasizlar. G'ozni tuxumi qay darajada kuchli, ayting. Hozir tuxumi juda kuchli aka uni. Uni yeb effektini bilgan odam biladi uni. To'g'rikidan ancha kaloriyali, Shunaqa. Ancha prostatalarga ham, boshqaga ham ancha kuchli narsa u. Shifosi bor. Shunaqa. Uni yeb Video ko'rsangiz tasvirimiz davom etadi. Kuzatishda davom eting. Mana ko'rishinglar mumkin, quyonlar mana shunaqa maxsus qafasda saqlanyapti. Ajoyib illa chiqqanmi desam, G'ayrat akam aytadilar, bu qushlarniki, cho'miladigan-a bu G'ayrat aka. Ana, shunga vitrina uchun quyonlarni qo'yib qo'yibdilar. Bedanalarni sayrog'i bilan biz Akrom dodam oldilariga kelib olganmiz. Assalomu alaykum doda. Bardan baqat. Charchab qolmadingizmi? Mana. Tanovul qilayotgan ekanlar. Abed payti kelib qoldik. Video tasvirlarni kuzatishyapti obunachilar.
Akrom dodam bilan ko'proq qo'y. Bu inson tabarruk yoshdalar. Bizga qiziq bu insonni tasvirlari deyishyapti. Qanaqalarini olib chiqqansiz bugun, doda? Bugun ko'pi yenga. Yengimi? Yaqinda ushalgan. Yaqinda qayerdan ushalgan? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan ushalganlari ko'pi yengi deydilar. Assalomu alaykum. Sayrog'ini bilmaysiz, u yog'i omad. Omad. Ko'rib turganinglar kakadu 2000 franklin turar ekan. Paka deydi. Privet deydi. Ana. Paka. Gapir, paka. Ha, bunga mikrofonimga qarayapti. Ke, qo'lga chiq. Chiq qo'lga. O, ana cho'q olaman deydi. Xullas mana noyob ajoyib qushlar. Mana shu do'konga kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Paka. Shunaqa zo'rlarini boqishlik nasib qilsin hammaga. Qush bozoriga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.